Assalomu alaykum. Bugun Chanel Platinum Egoist for Home, ya'ni Platinum Egoist erkaklar uchun Chanel spray atrini ko'rsatmoqchiman. Bu atirda bizni pulimizda, ya'ni bizni pulimizda demoqchi bo'lganim, ya'ni 3600 chet elda pulida 3600 lirada olgan bo'lsam, ya'ni bizni nimamizda bu dollarda mana bu narx bo'ladi. Bu yerda bu atirni menimcha ko'pchilik tanimasa ham kerak. Chanelda Egoist bormi desa ham kerak. Bu Egoist atir anchadan beri bor, lekin hammaga ham to'g'ri keladimi? Qanaqa atir, nima o'zi bu, yaxshimi, yomonmi? Oldin atir haqida gapirishdan oldin korobkasini bir ko'rib chiqamiz. Korobkasi mana bunday holatda, kumush rang, 50 ml oldim. Platinum Egoist deb yozilgan, yon tarafida hech narsasi yo'q. Bu tarafida qopqog'ida Chanelda logotipi, bu tarafda ham hech narsa yo'q. Orqasida ozgina ma'lumot berib o'tib ketilgan, har xil tillarda yozilgan. Bu yerda Chanel Made in France, ya'ni bu $100 ga yaqin pulga oldim-da men, где-то 3600 bo'lsa, где-то $80-90 bo'lsa kerak, Alloh alam. Почти $100 bo'lsa ham bo'lishi ham mumkin. Hozir kompyuterda montaj qilib tashlayman men narxini. Bizning pulda nech pul bo'lar ekan, ya'ni dollarda nech pul bo'lishini aniqrog'i. Xo'p, ichini ochib ko'ramiz. Bo'lmasam nima bu o'zi, qanaqa atir bu? Atirning korobkasining ichida nima bor? Mayda logotipi chuqur o'yilgan, mana Chanelda anaqasi, original emasmi deganlar uchun. Xo'p, atirni olganimga 1 oydan o'tdi, rosa ishlatdim. Qanaqa atir, nimasi bor? Hozir 1 minut ichida hech narsasi yo'q. Mana boshqa hech narsa bo'lmaydi. Bombosh. Ichida biror narsa bormikan, nima qilishni keragi yo'q. Mana shunaqa holat. Xo'p, korobkasini yig'ishtiramiz. Otib turaylik. Xo'p, bu bor zashta. Ya'ni originalda ichida nima bo'ladi, kitobcha bo'ladimi, boshqa narsa, ba'zi atirlarda bo'ladi-da. O'shanga savol tug'ilmasin deyman. Xo'p, atirni olamiz. Atirni o'zi. Atir mana bunday ko'rinishga ega, hech qanaqangi nimasi yo'q. Bu yerda barmoq izlarim chiqib qolibdi. Xo'p, mana bunday ko'rinishga ega. 50 ml tagida nima bor ekan? Tagida tekstlar bor. Bunaqasiga ko'raylik, to'g'riroq bo'ladi. Chanel ustiga naqa bilan yozilgan, ya'ni kabutta lazer bilan yozilganga o'xshaydi. Ya'ni Made in France va shu originalda, короче. $100 ga yaqin. Xo'p, endi hidi bilan gaplashaylik. Bu hidi haqida gaplashaylik demoqchiman. Ya'ni qanaqa hidi? Qopqoqning ichida biror narsa bormi? Qarang, bombosh, qanaqa Chanelda logotipi yo'q ichida. Qopqoqning ustida bor. Nimada yo'q? Pomero akkuratniy, cho'tki, hech qanaqangi bir muammosi yo'q. Hidi, ya'ni hidi haqida gapiradigan bo'lsam, qopqog'ini ham ko'rsatib qo'yay, ertadan keyin oladigan bo'lsalaring. Aka, originali qanaqa edi deb savol qilmasliklaring uchun polni ko'rsatishga harakat qilaman. Yaxshi. Yomon emas, bo'yoq bilan yozilgan, o'chib ketmaydi. Qo'lim bilan qilsam ham o'chmayapti. Ya'ni yaxshi kачествоda qilingan. Shishasi ya'ni обыкновенный shisha, unaqangi nima qilinmagan, ya'ni massiviy sotiladigan bo'lganligi uchun meta chizig'i bor, ulangan joyi shishani, qolipda chiqqan shisha, ishirilmagan menimcha. Mana shunaqa, boshqa hech qanaqangi bir naqasi yo'q. Xo'p, hidi haqida ozgina gapiray. Bu atirni kimlar olsa bo'ladi, qachon olsa bo'ladi yoki nima qilsak bo'ladi bu atir haqida? Nima o'zi bu? Женский, мужской, tabiiyki mужской atir, for home deb yozilgan, ya'ni erkaklar uchun. Xo'p, atir haqida ba'zi bir gaplar gapiraman, kimdir tayyor bo'lmasligi mumkin. Atir kimga mos keladi va qaysi faslga mos keladi? Kunda qaysi nimalarda sepsa bo'ladi? Birinchi, ertalab turgandan keyin odam qanday nima qilish kerak buni? Ertalab sepsa bo'ladimi? Men ertalab sepgandim, men o'zimdan kelib chiqib gapiraman, menga вообще yoqmadi. Ya'ni ertalab sepsiz, menimcha вообще yoqtirmasangiz kerak.
nima oldim, $100 shu uchun shungami berdim men, nimaga olishimga, boshqa narsa olsam bo'lar ekan, voy qadimgi hidga o'xshaydi falon filan degan gaplar shuni kallangizga primoy keladi boshida. Sirazi so'kinishni boshlaysiz va biling magazinga borib qaytarib beraymi ekan, shunga o'xshagan narsalar kelishligi mumkin. Biroz sabr qilasiz. Bunaqa xarakterga ega bo'lgan, shunaqangi hid beradigan atirlar ko'p. Boshda bitta sepkingizda, nima bu deb so'kib qolasiz. Keyin birinchi, ikkinchi notasi kelishni boshlagandan keyin, uchinchi notasiga kelishni boshlagandan keyin, ya'ni nota nimaligini bilmaganlar uchun odam tilida tushuntiraman. Birinchi marta sepkingizda birinchi yarim soat, 1 soat ichida boshqacha hidi keladi. Ikkinchi notaga o'tganda, ya'ni ikkinchi soatdan boshqacha hid keladi. Uchinchi soatdan yana boshqacha hid kelishligi mumkin. Shunaqa. Ya'ni odam tilida tushuntiradigan bo'lsak shu, lekin aslida texnik anaqa qilib tushuntirsak boshqa narsa-yu. Короче, birinchi marta sepkingizda so'kinishingiz mumkin. Va shu sassiq ekan, va shu jo'ski ochilmayapti atir deysiz. 1,5 soat o'tgandan keyin hid uje o'zgarishni boshlaydi, ochilishni boshlaydi, xuddi chigal ip yechilganda aromatni ham anaqasi ochilishni boshlaydi. Menga o'zimning fikrimni aytadigan bo'lsam, bu katta 35 dan o'tgan odamlarda atiriga, ya'ni atiri desak bo'laveradi. Ya'ni 20 yoshda bu atirni ko'rmayapman men, to'g'risi. Bu atirda hamma ham sepmaydi ko'chada. Biroz adikolon stilini eslatadi. Ya'ni ertalabga tavsiya qilmayman. Gideta obeddan keyin sepishlikni tavsiya qilgan bo'lardim. Obedda ham sepsiz biroz yoqmasligi mumkin. Asrlardan keyin tunga yaqin sepsiz, havoni nimasi o'zgaradi-yu. O'shanda biroz yaxshi anaqa nima beradi, effekt beradi. Yoshlarda sepishiga maslahat bermasdim, chunki yoshlarda atir emas bu. Yosh kattalarda atiri 35-40 tepaga qarab ketaveradi. Ko'p turadimi? Hidi qancha turadi? Yo'q, hidi unaqa ko'p turmaydi. Fasl bo'yicha qaysini tanlardingiz? Faslga e'tibor beradigan bo'lsak, kuz, qish, bahorga tavsiya qilaman, yozga tavsiya qilmasdim. Tabiiyki mamlakatlarga yashab turgan davlatingiz qaysi davlatda yashashingizga bog'liq. Agar Rossiya sovuq o'lkalarda yashasangiz, kuz, qish, bahor tochni mos keladi. O'zbekistonga o'xshagan shunaqangi issiq davlatlarda yashaydigan bo'lsangiz, bizda yoz tezda bahorda o'rtasida kelib oladi. Men keldim deb bahorda o'rtasida, bahormi, yozmi farqiga borib bo'lmaydi. O'shanda biroz qiyin bo'ladi, yozda buni ishlatish biroz qiyin. Sovuqlik atirmi yo'q, issiqlik atiri bu. Ya'ni issiqlik deganimki, sovuq kunlarda sepsiz issiq bo'lib sizga bir yaxshi o'tiradi-da. Kenzoni qish kunida sepib olganga o'xshab, o'zi havo sovuq, dengizda atmosferasi akvatika anaqa aroma beradigan atirlar sepib olganga o'sha ters bo'lmash kerak. Xo'p, xulosa qiladigan bo'lsak, gapirsa gap ko'p, lekin qissa qilib nima qilib qolay. Bu atir kuz, qish, bahorda atiri birinchidan va kechqurunlari sepishlikni tavsiya qilgan bo'lardim. Kechqurunlar deganimki, gideta o'sha asrdan keyin sepishlikni maslahat bergan bo'lardim. Keyingi masala, bu atir yoshi 35 dan tepalarga mos keladi deb o'ylayman. Endi olib ko'raveraman siz, ammo so'kinishingiz mumkin, to'g'risi. Chunki siz bu videoni ko'rib turganlar ko'p gideta modern, ya'ni zamonaviy ballar bo'lishi mumkin. Sizlarga to'g'ri kelmaydi bu atir. Bu hech qanaqangi molekula 2 ga o'xshamaydi, hech qanaqangi kenzoga o'xshamaydi. Bu qaysi klassifikatsiyaga to'g'ri keladi? Buni sinfi qaysi bilasizlarmi? Og'ir atirlar bo'ladi-yu, Tom Fordmi deydigan siz yo'q, Tom Fordning stili emas bu. Bu 80-90larda atirini eslatadigan stildagi atirlar bo'ladi. Kim 80larda, 90larda adikolon yoki shunga o'xshagan narsalar ishlatgan bo'lsa, o'shani nimani eslatadi. Bu brutal atir, ya'ni biroz soqol qo'ygan va shu seriozniy odamlar bo'ladi-yu, o'shanga eslatib oladi shu narsa. Hidi qanchagacha yetishi mumkin? Hidi gideta 1 soat, 1,5 soatga yetishligi mumkin. Ja borsa, daji yetsa 1 soatga yetsa ham katta gap. Chunki parfyum emas bu, tualetniy voda. O'shani hisobini olasizlar. Xo'p, yana nima deyish mumkin? Menimcha aytiladigan gapni aytdim, buni boshqa anaqasi qolmadi. Yoshlarga tavsiya qilmasdim, to'g'risi. Sizlar buni atir tushunmaysizlar. Ilgaridan atir sepib yurganlar biroz tushunishligi mumkin. Atak hozirgi pokoleniya menimcha tushunmasa kerak, lekin hozirgacha sotadi bu atirni. Olishni tavsiya qilaman yosh kattalarga yoki bilmayman. Bu atirni boshidagi tanishuvi siz bilan xuddi bir kishi bilan tanishgan paytingizda yaxshi asorat
qoldirmaydi-yu o'sha odam sizda, yoki shunaqa deb tushuningda. Lekin boshda tanishganingizda shunaqa bo'ladi xolos. Keyin ag'iga biroz o'tirib gaplashganingizdan keyin ko'rasizki, bu odam siz tasavvur qilgan nimangizdaqangi odam emas ekan, ya'ni yaxshi taraflari ham bor ekan. Xuddi shunga o'xshagan. Bu atirni asorati yaxshiroq. O'zidan boshlanishidan oxirgidagi keladigan asorati yaxshiroq. Chunki masalan vishilkada turgan, masalan ertalab sepmoqchisiz bu atirni deylik, bir joyga borishingiz, sizga ertalab sepishingiz kerak. 1 soat oldin, tashqariga ko'chaga chiqishdan oldin 1 soat oldin uch-toshingizga 2 ta sepib qo'ying. Bo'ldi, 1 soatdan keyin kiyib o'shani chiqib keting, o'sha uch-toshingiz sepgan nimangizni kiyib chiqib ketganingizda, o'shanda ikkinchi notasiga kelgan paytda o'zingiz maza qilasiz. Birinchi notasi vashe to'fta bo'lmaydi buni. O'shani hisobini olasiz. Shunaqa gaplar tavsiya qilganimdek o'sha yosh kattalarga qishki, kuzgi, bahorga yaxshi, yozga to'g'ri kelmaydi bu. Olasizlarmi, olmaysizlarmi, sizlarda ishlaring, pulsizlardiki. O'shanga qarab nima qilarsizlar. Yana boshqa atirlarni ko'rsatishga harakat qilaman. Olganimda buni tugatib olay yoki buni tugatmasdan oldin ham olsam ham bo'laveradi. Ko'ramizda biroz uzoq muddat ishlatib, böyle tushunishga harakat qilaman-da, nimalari bor, boshqa nimasi bor. Shunaqa gaplar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.